чөп кырка турган, беде кырка турган дүкү. Самодельный мына ички аппаратурасы içinde aradan жасалган бычак турат. Мына 4 бычак турат. Биягында түйүндө рисордон жасалган бычак турат. Ушу бия капталдарга чапкылап кыркат. Мына бул элек мынандайдан коюлат. Бул чөп майда тартыш үчүн элек коюлат мынандай. Мына майда элек. Электи мынтип алып коюп дагы кыркса болот. Азыр мына чөп кыркып иштетип көрсөтүп беремин. Паяда кыркат. Elek koyup kırkkadan keyin çöptün mayda çöp mınanda olup mınanda mayda çöpler. Yemi elekte alıp koyup kırksa da olur. Kалтырбай жейт экен. Kалтырбай jeytim al. Elekte alıp koyup kırksa da olur. Mına elekter Ар кандай салса болот экен, Ар кандай. Elek salsa olur. Azı elegi жоқ çöptü tez aydayt. Azı payada kırkıp görsötüm.
aralashtirib tatib qo'ysam bo'ladi. Payalarni bunday qilib, mana emesini topmay qolasiz, zo'ng'oqlarni. Panchatkilar o'taveradi. Mana aka. Zo'ng'oqlar bunday yo'l talqalanib ketadi mana. Payani nima? Mana. Bu elek qo'yilmay tartgandan keyin elek qo'yilmay tartgandan keyin. Çöp menen payani mana aralashtirib qo'y, sal qo'ysam bo'laveradi. Uylarga, qo'ylarga qirqqandagi çöpler payalar. Mana bu. Kaşek çıkarbaydı. Uylar, qo'ylar. Qaltirbay barıсын deyken de. Qaltirbaylar deydi. Bu aparatında qanday önerileri var? Dagı neleri tartat? Bu ema şaqtatsa bo'ladi. Şaqtatganda mana bıçaklarni olib qo'yib, mana üstünki bıçakni olib qo'yib, ana keyin bu yerdan o'zining chapqalag'ichi bor, o'shani qo'yib, bu yerga maydalab qo'yib, jugori, boshday jugori, jo'nakoy jugori şaqtatsa bo'ladi, mayda. O'shunday ema atqaradi, xizmat atqaradi. Bir kipti qancha vaqtga tartib bitadi? Bir kipti 1 minutga jetib jetpayla elegi yo'q. 1 minutga jetpayla tartib qirqib qo'yadi. Achamcha ichine elek jelbey qolgan qashegi bo'lsa, hemaga qayrab keltirib, shilapchinga salib keltirib, elek qo'yib tartib qo'ysang, unday qilib chiqarib qo'yadi. Elekni har turli formada jasa emetsa bo'ladi. Qo'ysa bo'ladi-da. Bundan hema olsa, mayda bo'lib qolsa, elektir mayda göz bo'lib qolsa, bunday göz bo'lsa, ay mayda tushib qo'yadi ekan, bunday kishineki, bunday formadagi. Ya'ni bunday cho'ngroqlarida yaxshi bo'ladi ekan elek. Shaqni bunday olib tartib qo'yadi, mana elekni mayda qo'ysang, shaqni shunday olib tartib qo'yadi. Yana jugori, boshday jugori shaqtardi. Anchuni atayı chapqalagan emasin. Men hozir olib chiqqan yo'qman, o'shani almashtirib qo'tarsam, o'shunday qilib chiqaradi-da. Hozir jangi jasayotgan bu yoqda. Anidagi ko'rsatib qo'yayin. Hozir janaqa dikunulli emasi zakaz menen hozir Batkendan zakaz keldilar, o'shani jasadim. 2,5 kilovatlik dvigatel qo'ydim. O'sha hozir ishlatib tekshirib ko'ryapman. Hozir butlarni jasab qo'yam. Shunday qilib, kim zakaz bersa, har qanday motor dvigatelda zakazına jarasha ema qo'yib beryapman. 2 kilovatdan 3 kilovatga cheyinki dvigatellarda qo'yib beraman. O'shalar qirqib jetishadi. Kimda kim zakaz bera turgan bo'lsa, zakaz bergilar, telefon nomerimni beryapman. Qirg'izistonning barliq qaymoqlaridan Qirg'izistonning Talasdan, mana Saricheleke dag'i berdim. Bizden özümüzden bu yoqda jetigen ayılına 2 tegirmen sattım. Shunday çöp qirqqan ama dikudan. Dag'i o'sha 2 yildan beri jasayotam, 2-3 yildan beri. O'sha bir 10 chaqti tegirmen jasab sattım. Kimda kim zakaz bersengizler, qabul olaveramiz. Toko zakazın negizinde jasayman men. Har qanday formada? Har qanday formada. Bundan boshqa formada da jasayman, biroq eng yaxshi forma shu ekan. Современный. Современный ременное устройство. Qilib jasab qo'ygan. Почивниктер, двойной почивник turadi bu yerda. Remont qilganga da o'ng'oy. Ishlaganga da o'ng'oy hech qiyinchilik yo'q. Asobiy bıçaqlari ana shu оборотini taqib qo'yish kerak, to'ra.